ekran ulashdim va sizlarga prezentatsiya orqali tushuntiraman. Demak, jurnalistika va ijodiy imtihon haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman va jurnalistikaga qiziqadiganlar bo'lsa, albatta jurnalistikani o'rgatadigan dastur asosida va ijodiy imtihonga ham tayyorlaydigan dastur asosida dastur tayyorlangan. Xo'p, bugungi dars faqatgina quruq reklama uchun dars bo'lmaydi. Albatta sizlar olishlaring kerak. Xo'p, o'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Jahongir Boltaboyev. 2020-yildan beri o'quvchi tayyorlab kelaman. Shu vaqtgacha 500 dan ortiq o'qitganman va jurnalistika bo'yicha 2022-yildan boshlab esa abituriyent tayyorlashni boshlaganman. 2022-yilda 20 ta abituriyentimdan jami 20 tasi, deyarli to'liq hammasi kirgan. Va 23-yil 40 ta abituriyent tayyorlaganman, unda 33 tasi kirgan. Va 2024-yilda 50 ta o'quvchimdan 45 tasi va oxirgi o'tgan yili 2025-yilda 30 ta o'quvchidan 20 tasi kirgan. Umuman olganda natijalar o'rtacha 90% yoki bo'lmasa 80% desangiz ham bo'laveradi. Shundan kelib chiqadi, o'rtacha natijam bir 80-90 atrofidagi o'quvchilarning kirishi. Xo'p, undan tashqari ishlaydiganlar ham bor. Ijodiy imtihonda nimalar bo'ladi? Agar abituriyent bo'lsangiz, qisqacha ijodiy imtihon haqida ham tushuntirib o'tishim kerak. Ijodiy imtihonda siz maksimal 93 ball to'plashingiz kerak, ya'ni bu birinchi blok hisobida. Bitta narsani bilishlaring kerak, bu ona tili milliy sertifikatga qaraganda ancha farqli bo'ladi. Ko'p sertifikat bilan bir xil deb o'ylaysiz, yo'q. Ijodiy imtihonda sal boshqacharoq bo'ladi. Siz jurnalistikaga topshiryapsiz. Shuni hisobga oling, jurnalistikaning ijodiy imtihoni biroz boshqacharoq bo'ladi. Demak, boshqa fanlardan esa ingliz tilidan sertifikatingiz bo'lsa yaxshi. Majburiy bloklarga tayyorgarlik ko'rish kerak emas. Juda ham ko'p holatlarda tayyorgarlik ko'rishadi, bu xato. Nimaga deydigan bo'lsak, matematikada umuman tayyorlanmasdan turib 9 ta bemalol yecha olganman. Yecha olasizlar. Juda ham sodda, ona tili ham unaqa murakkab, qanaqadir atamalarni tarjima qilishda emas yoki bo'lmasam g'azalni qaysi rukunga bog'liqligini topib bermaydilar u yerda. Shunchaki biron bir so'z turkumlari shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Tarix endi yodlash kerak bo'lgan narsalar bor endi. Bu borish inson o'zi uchun ham foydali, lekin vaqt sarflab borish xato. Shuning uchun tarixga borish masalasi sal baxtli. Chunki tarixni bilish kerak degan fikrim bor. Xo'p, keyingi masala esa maksimal ball olish uchun nima qilish kerak ijodiy imtihonda? Maksimal meni o'zimni shaxsan o'quvchilarimdan so'nggi yillarda eng balandini 89 olgan, o'zimni o'quvchilarimdan kelib chiqib aytayapman. Borini aytyapman, ya'ni yolg'on qilib turib sizlarga 90 ball, 93 ball olgan demayman. 89 ball eng yuqorisi olgan o'quvchilarim orasida. U albatta essay va suhbatda yaxshi natija qilib bergan. Essayda mazmunni, ya'ni yaxshi fikrlar bilan yozib bera olgan, keng ochib bergan, ochib berish jarayoni juda ham yaxshi bo'lganligini bilardim va fikrlashi suhbat jarayonida o'zini erkin tuta olishi yaxshi buni. Ya'ni u qisman baribir jurnalistika sohasida ishlab yurganligi uchun, jurnalistikani yaxshi tushunganligi uchun suhbat jarayonida umuman qiynalmagan. Essayda ham aynan jurnalistik bilimlari yetarli bo'lganligi uchun yaxshi natija olib chiqqan. Aksariyat o'quvchilarni jurnalistik bilimlari yaxshi bo'lsa, men ulardan shubha qilmayman. Suhbatda ham, bunisida ham yaxshi ball olib chiqa oladi. Chunki jurnalistik bilimlari yaxshi bo'lmasa, ikkalasida ham qo'pol aytganda rasvo qilib chiqish mumkin. Shuni oldini olish uchun sizlarga maksimal aytib o'tadigan bo'lsam, ikkalasidan ham yaxshi ball olishga harakat qilishlaring kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, suhbat jarayonida nimalar qilish kerak? Namunaviy savollar bor. Buni kitobini tashlab qo'yganman, kanalimda ko'rsalang bo'ladi. Men o'tgan yili kitob tayyorlaganman va bir qancha abituriyentga sotganman, ammo mendan olib turib yana kimgalarga sotishni boshlagandan keyin kitobni hammaga shunchaki bepulga berib yuborishni boshlaganman. Va kitob kanalda turibdi va kanaldan olib turib foydalanishingiz mumkin. 40 ta savolga, namunaviy savolga o'zim tushunchalarim, soha bo'yicha bilimlarimga qarab javob berganman. Bu yerda o'zim javob berganman, undan kelib chiqib turib o'zlaring javob berishlari mumkin. Ya'ni qanday javob berish mumkinligini ko'rsatib berganman. Erkin fikrlashga tayyorlanishlaring kerak, keng fikrli odam bo'lishlaring kerak va
fikrlaringni erkin bayon qila olishlaring kerak. Ya'ni bitta savolga 100% javob bera olmasligingiz ham mumkin-da. Shuning uchun baribir o'zlaringizni ichki dunyolaringni ham har taraflama tayyor turishlaring kerak. Shunaqa jihatlarga ahamiyatli bo'lsalaring judayam yaxshi fikr bo'ladi. Ya'ni bir qancha narsalar ham bor, hozir ularga ham to'xtalib o'tdim. Juda ham ko'p holatlarda erkin o'zini bilimi yetarli, sohaga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, savollarga ham bemalol javob bera oladigan darajada bo'ladi, lekin fikrni erkin bayon qila olmaydigan shakllari ham bo'ladi. Birinchidan nutqidan uyaladi, ikkinchidan auditoriya bilan ishlamagan. Auditoriya bilan ishlashni ham o'rganish kerak. Bu juda ham muhim. Juda muhim. Masalan, fikrlarni yetkaza olish ham katta san'at o'z aslida. Shunchaki siz nutqingizni rivojlantirishingiz o'zi yetarli bo'lmaydi. Dunyoqarashingiz ham keng va hamma odamlarga bemalol yetib oladigan bo'lishingiz kerak. Bu narsani shakllantirib boramiz albatta. Keyingisi suhbatga tayyorgarlik ko'rishda hayajonni yengish va bilimga ega bo'lish deganda sohaga oid yetarlicha bilimga ega bo'lsangiz, kuzatuvlaringiz yaxshi bo'lsa, bu zo'r siz uchun. Bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchi masala, bitta narsani juda ham ahamiyatga olaylik. Har bitta abituriyent kirgandan keyin suhbat jarayonida 10 daqiqa vaqt ajratiladi. O'sha 10 daqiqaning ichida javob bera olish kerak. Ishonchli javob berish kerak, yaxshi javob berish kerak va suhbat vaqtini uzaytirib yubormaslik kerak. Qancha yaxshi javob bersangiz, sizga yuqori ball qo'yadi. Masalan, javobni bilmaysizdan qo'pol qilib aytgan, bilmayman deb aytishlaring kerak, keyingi savolga o'tish uchun. Sizda rost jurnalistikaga tayyormi yo'qmi bilmaydi. Masalan, ba'zi bir odamlar uchun mayda ko'ringan narsa, lekin o'sha jurnalistlar uchun mayda ko'ringan narsa bilmasligingiz mumkin, lekin aslida katta narsani bilishingiz mumkin-da. Bunaqa holatlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, menga o'zimga transferlar so'ragan, transferlar bilmaganman, lekin sohaga oid narsalar so'raganda bitada javob berganman. Bu narsa to'g'ri masalada, ya'ni men o'sha vaqtda transferlar kuzatib olmaganman. Bu narsa normal qabul qilingan. Yuqoriroq baho qo'yilgan. O'sha narsalar hisobga olasizlar. Xo'p, yangiliklarni kuzatib borish juda ham muhim hisoblanadi. Oxirgi paytda jurnalistikaga qiziqaman, o'rganaman deydigan odamlar hammasi yangilik kuzatmaydi. Qo'pol qilib aytganda. Nima bo'lyapti atrofda, nima yangiliklar bo'lyapti, nima o'zgarishlar bo'lyapti, hammasini kuzatib borishlaring kerak. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, keyingi masala esa albatta mashhur jurnalistlarni ham hayotiga qiziqishlaring kerak. Bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Nima uchun muhim deganda, sizlar yetarlicha axborotga ega bo'lishingiz kerak. Jurnalistlarni kim taniysan desa, qo'pol qilib aytganda, suxandonlarni taniyman deb o'tirsalar, bu ham g'alati-da. Ular jurnalistikaga teatrdan kelib qolgan bo'lishi mumkin. Jurnalistikaga umuman qiziqmaydi, shunchaki mashhur bo'lganligi uchun turli xil shoularga olib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa hisoblarni olinglar. Agar bu aynan jurnalist bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni jurnalist deb sanayotgan bo'lsalar, xato qilasizlar. Televideniyada ishlayotganlar hammasi jurnalist deb baholanmaydi. Ularni ham hisobga olishdan kerak. Kimlar jurnalistligini va aynan jurnalistlarni bilib olishlaring kerak. Masalan, Safarov, internet jurnalistlardan Anor Sodiqova deganlari bor. Bularni ham bilishlaring kerak va telekanal jurnalistlaridan kimlarni bilasizlar deganda, yana bir qancha jurnalistlar sanab o'tishlaring kerak bo'ladi. Shunga yarasha chuqur tayyorgarlik ko'rishlaring kerak, ya'ni kuzatishlaring kerak. Nafaqat internet radio jurnalistlarini, masalan, radioda kim taniysan desa, hech kim tanimayman desalar ham juda ham g'alati. Ya'ni bir ikkita bo'lsa ham jurnalistlardan xabardor bo'lib qolishlaring kerak. Sizlarga buni bosqichma-bosqich kanalda ommaviy ravishda tarqatib turaman. Albatta, har yili tashlaganman, lekin tepaga o'tib qaramaysizlar. Shuning uchun o'zim yana qayta tashlab beraman. Xo'p, keyingisi esa suhbat jarayonida xatolar. Haddan tashqari hayajonga berishlaringdan xato. Ya'ni bo'ladi. Sizlar tanigan, sizlar qadrli jurnalistlar kirib qolishi mumkin. Ular ko'rib turib hayajonga berilib ketishlari mumkin. Bu normal holat, lekin imkon qadar buni ham yengishlaring kerak. O'zlaringni hamma narsani biladiganday ko'rsatishlaring ham juda ham xato. Ya'ni qo'pol qilib aytaman, rostini aytaman.
bitta ikkita davrada sinfdoshlaringdan ustun bo'lganliklaring yoki bo'lmasam 4-5 odamda ortda maqtaniladigan bo'lsalaring, bu sizlarda zo'r degani emas. Shuning uchun darslarda kamchiliklaringni to'ldirishlaring kerak. Ya'ni katta davralarda ham bemalol bo'lishlaringni, o'zlaringni yetarli darajada bilimli ekanliklaringni bilsalaring ham kamtarlik yetarlicha bo'lishi kerak. Aniq va qisqa bo'lmagan javoblar 10 daqiqa bo'ladi, ya'ni imkon qadar 10 daqiqani foydali sarflashga harakat qilishlaring kerak. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Ko'pchilik bu narsani chalkashtirib yuboradi va noto'g'ri javoblar beradi, vaqtini behuda sarflab qo'yadi. Shunaqa narsalardan o'zlarini tiyishlaring kerak. Keyingi masala esa albatta esse masalasi. Esseda nimalar qilishlaring kerakligini qisqacha tushuntirib o'taman. Voqea asosida, ya'ni mavzuni chuqurroq ochib berishlaring kerak. Keyingi masala esa shaxsiy fikrlarga tayanish kerak. Esse shaxsiy fikrlarga tayanadi. Bu bir narsani bilinglar, bitta mavzu yuzasidan o'zlarining pozitsiyalarini ko'rsatishlaring kerak. Esse shunaqa narsa o'zi. Uslubiy xatolar, mazmun yaxlitligi, mohiyat yo'qolmasligi juda ham muhim esseda. Bu narsa juda ham muhim, lekin sizlarga ko'proq grammatik jihatdan ona til o'qituvchilaring zo'r o'rgatgan, lekin so'z tanlashdagi xatoliklar ko'p. Bunga bir qancha keyslar bor, o'zimda yetarlicha o'quvchilar tomonidan olib kelinadi har yili. Masalan, birinchi yil 2022-yil tayyorlaganimda tepa qavatli uylarning birida deb olib kelganda grammatik jihatdan to'g'riga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida xato. Ko'p qavatli uylar deyiladi, to'g'rimi? Bu narsani ham farqiga borish va esseda uslubiy xatolardan xoli qilishimiz kerak. Mazmuni yaxlitlik bo'lishi kerak, ya'ni qo'pol qilib aytganda esselaring stadion haqida bo'ladigan bo'lsa, Bunyodkor stadioni, u yerda kimlar o'ynagani muhim emas. Bunyodkor stadioni qandayligi haqida, qanday chempionatlar o'tkazilishi, milliy chempionat doirasida o'yinlar o'tkaziladi yoki boshqa narsa. Ya'ni umuman olganda o'sha Bunyodkorda atrofida o'ylanasizlar, lekin Bunyodkorda hozirgi paytda Abduqodir Husanov to'p tepyapti. Abduqodir Husanov Manchester City'da o'ynaydi, u kelajagimiz poydevor bir bala. Ya'ni Husanovga qarab fokus ketib qoldimi, mazmun jihatdan yaxlit buzildi. Mohiyat yo'q qoladi bu yerda. Mohiyat bu yerda faqat stadion bo'ldimi, stadiondan uzmasligi kerak. Mana shunaqa masalalarda esseda ko'p xatolar qilinadi. Lekin ona tilidagi o'qituvchilaringga borsalaring, sizlar ko'proq grammatik jihatdan qaraydi, ya'ni mazmuni jihatdan bu narsa xatoligini tushuntiradi. Keyingisi eng katta narsalardan biri hafs degan narsa bor. Faqatgina buni jurnalistlar ko'p qo'llaydi, lekin qolgan tarmoqdagilar ishlatmaydi. Bu balandparvoz gaplarni ko'p ishlatish. Mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar turib boshlaysilarda davom etaveradi. Chunki ko'p kitoblarda shunaqa o'qigansizlar, lekin baribir o'z fikrlaringni bayon qilishda bu shakldan foydalanmasliging ancha esselaringni saviyaliroq qilib ko'rsatadi. Buni o'rniga yaxshiroq narsalar bor. Bu o'zi olib qochiladigan gaplar hisoblanadi. Musaffo osmonimiz deydi, boshqa deydi. Umuman olganda mana shunaqa narsalardan uzoqlashishimiz kerak o'zimiz uchun. Esdan yozishda bunaqa narsalarni ham tushuntirib boraman, xudo xolasa. Faqatgina sizlar bu narsani o'rganib borishlaring kerak. Xo'p. Dunyoqarash keng bo'lishi esse uchun eng ahamiyatli narsa. Masalan, sun'iy intellekt haqida biror narsa yozyapsizmi? Sun'iy intellekt nima ekanligini tushunib yetishingiz, shunchaki odamlar bosib oladi degan mifologiyalar ortidan quvmasligingiz kerak. Ya'ni unga nisbatan to'g'ri bahoni shakllantirishingiz kerak. Juda ham ko'pchilik filmlarda ko'rgan insonlarni bosib oladi degan g'oya bilan yashaydi. Vaholanki bu asosiy g'oyasi emas-da. Sun'iy intellekt bunaqa tushuncha bilan kelmagan. Ya'ni voqeliklarni tahlil qilishimiz ham yetarli bo'lishi kerak va bilim zaxiramiz. Ya'ni har qanday mavzu tushishi mumkin. Yolg'on axborotlarning jamiyatga ta'siri, sun'iy intellekt jurnalistikada o'rni yoki bo'lmasam yana shunga o'xshash yaqin mavzular. Bu mavzularda yetarlicha axborotga ega bo'lishimiz kerak va bu ko'nikmalarni shakllantirishimiz kerak. Jadidchilik davri haqida gap ketadigan bo'lsa, ko'pchilikda nimalardir afsonalar yaratiladi. Ya'ni ta'lim jarayonida yangilarni olib kelgan yoki bo'lmasam yana boshqa
umuman telekanallarda beriladigan odatiy efirlardan namuna olib ketishim mumkin. Lekin jazichilik harakatni o'zi kim boshlagani, kim harakat qilganligi, bu narsa bo'yicha ham oz-moz bo'lsa ham axborotga ega bo'lish kerak. Xudo xohlasa bu narsalarni ham albatta sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Fikrni aniq ifoda qilish juda ham muhim. Boya aytganimdek, mazmunan buzilishi kerak emas. Tushunyapsizlarmi? Gap o'sha mazmuni uslubiy jihatdan buzilishi, xatolardan xoli bo'lishi muhim hisoblanadi. Xo'p, bu dastur 3 oylik dastur hisoblanadi va 3 oy davomida sizlarga jurnalistikadan 3 ta narsani o'rgataman. Birinchi narsa nima ekan deganda, jurnalistikani kelib chiqishi va jurnalistika nima ekanligini, undan tashqari jurnalistikaga zarur bo'lgan barcha bilimlarni o'rgataman. Ikkinchi bosqichda esa sizlarga ikkinchi oylikda esa maqola yozishni o'rgataman. Yaxshi ko'nikma olishlaringiz shart bu. Yozish qobiliyatlaringizni zo'r shakllantiradigan eng asosiy narsa maqola. Maqolada biz juda ham ko'p narsalar o'rganamiz. Просто maqola yozdan ovora bo'lmaysiz. Maqolaning strukturasi, maqola qanday yozilishi kerak, mukammal maqola yozish mumkinligini hammasini tushuntiraman. Va oxirgi 3-oyda esa notiqlik, qisman bo'lsa ham suhbatga zo'r tayyorgarlik ko'rishlaring uchun o'zlaringiz nutqlaringizni zo'r darajada yetkazib qo'yaman, xudo xolasa. Mana shu 3 oy ichida o'rganishdan kerak bo'lgan hamma narsani o'rgataman. Demak, u jarayonda esse, suhbat hammasi ketadi. Nimaga? Har kuni essega bir narsa tashlab beraman va notiqlik oyida kelsa to'laqonli suhbat bilan notiqlik bo'lib ketadi. To'g'risini aytaman, bu kurs katta fokusi faqatgina abituriyentlarga qaraydi. Jurnalistlarni bor ichida, hozir jurnalistikani o'rganadiganlar bo'lsa, qisman sizlarda sal uzoqroq bo'lishi mumkin, lekin yetarlicha berishga harakat qilaman. Lekin asosiy fokus bu yerda abituriyentlarga qaratilgan. Va bu kursda shu narsani o'rganasizlar. Xo'p, bu darslikda ham o'rganishdan kerak bo'lgan narsalar bir qanchasini aytib o'tdim, faqatgina kursga yo'naltirmadim va esselarda nimalarga ahamiyat berishni to'liq tushuntirib berdim. Mana shu narsalarni tushunib yetsalaring yetarlicha bo'ladi. Kurs natijasi esa albatta o'zlaringizga foydali bo'ladi. Xo'p, endi to'xtaladigan bo'lsak,